darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi tolalarning sinflanishi deb nomlanadi. To'qimachilik materiallarini kimyoviy pardozlash texnologiyasi fanini to'liq o'zlashtirish uchun biz albatta tolalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Shu sababli tolalarning sinflanishi haqida tanishib o'tamiz. Tolalar asosan ikkita asosiy katta guruhga bo'linadi. Bu tabiiy tolalar va kimyoviy tolalarga bo'linadi. Bevosita tabiiy materiallardan olinadigan tolalar tabiiy tolalar deb ataladi. Tabiiy tolalar asosan ular yana ikkita guruhga, organik va noorganik tolalarga bo'linadi. Organik tolalar ham yana ikkita guruhga bo'linadi. O'simliklar asosida va hayvonlar asosida olingan tolalarga bo'linadi. O'simliklardan olingan tolalarga paxta, lion, pilka, jut, kanob, zig'ir va boshqa tolalar kiradi. O'simliklardan olingan tolalar tarkibini asosan sellyuloza tashkil topgan bo'ladi. Hayvonlardan, ya'ni jonivorlardan olingan tolalarga esa jun va tabiiy ipak tolalar kiradi. Ularning tarkibini oqsil tolalardan tashkil topgan bo'ladi. Oqsil tolalarga, ya'ni jun hayvonlardan olingan, tabiiy ipak esa ipak qurtidan olingan tola hisoblanadi. Tabiiy tolalardan noorganik tolalarga esa asbest va shisha tolalari kiradi. Lekin to'qimachilik sanoatida bu tolalar deyarli ishlatilmaydi. Tabiiy tolalardan organik tolalar to'qimachilik sanoatida keng foydalaniladi. Asbest ko'proq oliybardosh, ya'ni yong'in vaqtida olovni o'chirish uchun foydalanishadi. Kimyoviy tolalar esa o'z o'rnida sun'iy va sintetik tolalarga kiradi. Sun'iy tolalar bu qanday tolalar deyiladi? Sun'iy tolalar tabiiy tolalarning chiqindisidan hosil bo'lgan tolalarni kimyoviy qayta ishlash yo'li orqali sintez qilib olinadigan tolalar sun'iy tolalar deyiladi. Ularning xossasi tabiiy tolalarning xossasiga yaqin bo'ladi. Ularga viskoza, antar, mesanogrid va asetat tolalar kiradi. Sintetik tolalar o'z o'rnida gidrozanjirli va karbozanjirli tolalarga bo'linadi. Sintetik tolalar qanday tolalar? Sintetik tolalar, ya'ni organik moddalar yordamida organik polimerlardan sintez qilib olinadigan polimerlardan sintetik tolalar hosil qilinadi. Ular ikki xil, ya'ni gidrozanjirli va karbozanjirli tolalarga bo'linadi. Ular qanday tolalar? Karbozanjirli tolalar deganda, ularning kimyoviy formulasiga qaraganimizda asosiy zanjiridan faqatgina uglevodorodlardan tashkil topgan tolalar karbozanjirli tolalar deyiladi. Asosiy zanjirida uglevodorodlardan tashqari boshqa yana elementlar, ya'ni oltin, kobalt, azot, kislorod va boshqa elementlardan tashkil topgan tolalar esa gidrozanjirli tolalar deyiladi. Karbozanjirli tolalarga poliakrilonitril, polixlorvinil, polixlorneft va poliolefin tolalari kiradi. Gidrozanjirli tolalarga esa poliamid va poliefir polimerlari kiradi. Demak, poliamid polimeridan nitron va kapron naylon tolalari sintez qilib olinadi. Poliefir polimeridan esa lapsan tolasi sintez qilib olinadi. Poliakrilonitril polimeridan esa nitron tolasi sintez qilinadi. Polixlorvinil polimeridan esa xlorin tolalari sintez qilib olinadi.
poli vinil neft nimani polimeridan kislorod tolalari sintez qilib olinadi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'ling.